Ona sizga o'rgatmagan narsalarni o'rgatishim ikkinchi kun. Bugun kechki uchilik uchun 5 minutda tayyor bo'ladigan soch turmalarini o'rganamiz. Birinchisi ayu soch turmagi. Zakolkalarni shunaqa taqish hoziroq to'xtatinglar. U juda ham zerikarli. Oldin sochlarni bitta tarafidan ko'proq soch olib, uni ikkinchi tarafiga xuddi shunaqa qilib o'rab olasiz. Bilaman, peshonamga hozir samolyot qo'ndirsam bo'ladi. Peshonamiz aeroport bo'lib qolmasligi uchun avval sochimizni ozgina bo'shatib olamiz va ikkita tarafini chiroyli qilib o'rab olamiz. Endi bo'lsa bitta rezinka bilan seryozni qizlar uchun soch yig'amiz. Sochimiz orqasini xuddi shunaqa qilib yig'ib olamiz. Boshida tepasi yerdek tekis bo'lib qolmasligi uchun uni ozgina shirib olamiz. Jinni-onniga o'xshash uchun biz sochimizni bir tarafini ozgina yig'ib nevdimka taqib olamiz. Qaranglar, jinnining lyuks kopiyasi bo'lib qoldi. Bombastic side. Endi bo'lsa sochimiz orqasini arg'imchoqdan ham tezroq aylantirib zakolka taqib olamiz. Yolkamizni bo'lsa bizga xalaqit bermasligi uchun yig'ishtirib, unga chiroyli hairpin taqib olsak bo'ladi. Soch bilan chiroyli ko'ylak kiyib olib rasmga tushsangiz bormi? Bunisi bo'lsa meni eng sevimli soch turmagim. Old tarafimizdan ozgina soch olib qolamiz va orqasini lampa shisha qilib yig'ib olishimiz kerak. Olib qolgan sochimizni ikkiga bo'lib, orqadagi lampa shishamizga asta qadab olamiz. Bu soch turmagi bilan ham isib ketmaymiz, ham chiroyli. Ona sizga yana nimalarni o'rgatmagan? Onangiz o'rgatmagan narsalarni sizga o'rgatishim uchun menga hoziroq like bosib obuna bo'ling.